Maxsus mashinalarni ko'rsatib beramiz. Xillari ko'p, narxi 115 ming ko'p turgan mashinangiz ovozlari chiqadi, sifati yaxshi. City firmasiniki sifati yaxshi, ikki xil ko'rinishiga bor, 115 ming so'mdan. Bu tomonda 90 mingligi mana shunaqangi ekskavator keyin kirarligi varianti bor. Bunda ham ovozlar chiqadi. Sifati yaxshi. Xo'p, bu 140 ming so'mdan ekskavator yon tomonda chashkasi ko'tarib o'ynasa bo'ladi. Narxi 140 ming so'mdan bunisi. 155 ming so'mdan buni ham yon tomonda ruchkasi bo'ladi. Ruchkasini ko'tarib o'ynasa bo'ladi. Yaxshi ovozlari chiqadi. Zinkali balonlari, yurishlar ham yaxshi. Qo'lda o'ynaladi bular hammasi. 160 ming so'mdan mana shunaqangi Formula 1 mashinasi. Yo'qdan 150 mingga shunaqa maxsus transport mashinasi bor. Har xil ichida musor idishlari chiqadi, ko'tariladi, sifati yaxshi. Bunisi 180 ming so'mdan, buni ham 180 ming so'm. Ikki xil ko'rinishiga bor. Shuni ishlamoqchiman. Ovozlar ham chiqadi. 170 mingga shtaqangi kamas mashinamiz bor. Tepalari ochiladi. Buni ko'rib turganingizdek sifati yaxshi, ovozlar ham chiqadi. Ko'tariladi ham, ko'tarib yig'ishtirib qo'ysa bo'ladi. Bu tomonda 175 ming ko'rib turgan mashinangiz, bu tomonda narxi 150 mingdan. Buni ovoz chiqadi, har xil cho'ziladi. Sifat zo'r. 90 mingga shunaqa kichkinagina musor mashinasi ham bor. Xo'p, narxi 100 ming so'mdan ko'rib turgan avtobusga ovozlar chiqadi. Bu tomondagilari 95 mingdan, ketajligi 120 ming so'mdan. Tomondagilari 100 ming bilan ovoz chiqadi. 115 mingdan. Narxi 120, har chiqargan, havo tozalaydigan mashina o'yinchoq varianti. 125 mingga chiqqanga 165 ming avtobularimiz bor. Katta ovoz chiqadi, keyin bu uzun yo'lli bo'ladi. Bu 3 mingda birosti ichida hayvonlar bo'ladi, qo'lda o'ynaladigan bo'ladi. 130 mingga chiqqanga yuk tashgan avtomobilimiz bor. Maxsus 130 ming, sifati yaxshi. 190 mingga o'yinchoq olamiz, 125 mingga o'yinchoq olamiz. 95 ga 65 o't o'chiruvchi avtomobili, 125 ming Savartrak avtomobili. Ovozlar chiqadi, ishlari ham ochiladi. Plasmas yaxshi, ichida mashinasini olib bo'lsa ham bo'ladi. 130 mingdan bular. Hop, buları 155 ming so'm, buları 105 ming so'mdan 160 ming 155. Bu tomonda 135 mingga shtaqangi maxsus mashinalarimiz bor. Ovozlar ham chiqadi. 135 ming bu ham ovozlar chiqadi. 100 ming so'm, buları 130 mingdan 175 mingdan shtaqangi maxsus mashinalar bor. Shu qopda beton qo'ygan dashmasa mashinka. Bu tomonda 115 ming chiqqanga mashinamiz ham bor. 90 mingga kichkina mikserimiz bor. Yon tomonda aylanib o'rnatsa ovoz chiqadi. 145 mingga chiqqanga mo'choramiz bor. So'ng poyezdlar 125 mingga chiqqanga avtobus garmoshga. Bu tomonda boshqa rangi bor, 150 mingga. Bu trolleybusli variant, bunisi avtobusligi. Yana xillari ko'p. Xo'p, ko'rib turgan joylar 240 ming so'mdan, bursa 180 ming so'm. Bu joylar 120 mingga, kichkina samolyotlarimiz 100 ming so'mdan. Katta o'lchamda 190, ovozlari chiqadi, sifati yaxshi. Xo'p, bu prutli 230 ming so'mdan, buları 150, past qatordagi 130 ming, 150 mingdan mashina. Ko'rib turgan 140 ming tepa qatordagilar. 195 ming so'm, ham sifati yaxshi. Bunda ko'rib turganingizdek o'zim tayyor mashinka bo'ladi. Keyin uni chochib yig'sa ham bo'ladi. Bu bilan ovozlari chiqadi. O'zini kuchlari bor, ko'rib turganingizdek. Rasmni ko'rsatib qo'yganing cho'yini chochib tasha, hammasi chochib tasha, yig'sa bo'ladi. Sifati yaxshi. Lekin o'zi ham zavatni ichiga mashinalar solib o'ynasa ham bo'ladi bu ham. Xo'p, yon tarafda 190 ming so'mdan ko'rib turgan traktor mashinasi trailer o'yinchog'imiz. Ovozlari chiqadi uni ham. 190 ming, bu tomonda 150 ming yashtiqning o'yinchoqlari bor. Past tarafdagi 160 ming so'm. Bu tomonda o'yinchog'imiz narxi 230 ming. Ko'rib turganingizdek o'zini bu ham drillari bor, chochib o'ynasa bo'ladi. Alohida o'zini kulishlari bor. Chochib tashab, yo'ldan yig'sa bo'ladi.
pastki qatordagi 160 ming so'mdan do'konimizda mana shunaqa xildagi o'yinchoqlarimiz hozir bor. Do'konimizda kutib qolamiz. Manzilimiz Archa ko'cha, Ulug'bek 101 chiqadi. Xatirigini qo'yib beraymi, qo'yib olasizlar? Yo'q, yoniga ber, qo'yib olaman.